Uring, zerkat. Yana sen shart qilasanmi, shu? Nayna endi ham. Erkalanma to'ta, o'zingdan ketyapsan sen indamagan sari, erkalanma sari. Nima? Noto'g'rimi? Bemalol olasan ekan. Men ayam senga nima, suvagi sizga, go'sha sizga, suvagi bizga deb berib ketganmi, to'ta abi? Men So'kintirma kechqurunda. Men bilan shart. Faqat Sardor akaga beraman shartni. Chunki bunga podarka tushyapti-da, hozir shuning uchun yana siz shart qilasizmi deyapsan. Yana bir raund olib berib keting, hay. Bir raund. Rahmat. Hadushi. Yana bitta odam tortaylikmi? Ozgina azab beradigan inson bo'lsa, tortsang zo'r bo'lardi, Chinar. Ular o'ynagisi kelmay o'tiribdi-ku. Bilyapti, mana shu fontandan bor, drakon berdi-da. Men kirsam o'zi shu, men kirsam shunaqa bo'lib qoladi. O'ynagisi kelmay qoladi bu kishilar. Bilmayman nimaga, menga anaqa shart belgilari kelmaydi-da. Rahmlari keladimi yo do'stlik sifatidami bilmayman. Qarayada deb patolga qarayapti Sardor aka. Uncha patolga qarab nima o'ylayapsiz? Sardor aka shunaqa. Yeyapti. Og'riyapti, to'g'risini ayt. Omar rostdan xohlagan pozasiga qo'yib ko'ryapti Fisa seni-chi. Davtira soladi seni qarab turdi, chiddaysan, o'l. Davay, boks Fisa. Shart ham berasan hozir. Sardor akaga qanaqa shartlar bersam ekan? Savollar Fisa mana gap so'zlaringdan chiqib kelgan holda. Sizlar qanday do'st edinglar, qanday qilib bu kishi sizga xiyonat qildi? Batafsil bizga so'zlab bersangiz agar iloji bo'lsa. Endi masalan, aka singil bo'lsangiz ham, masalan, men singil bo'lganimda akam rashk qilgan bo'lardim. Ozgina rashk qilib qo'ydimda, shu sababli biz xiyonat deb topdik bu narsani. Do'stmiz. Unda bu baxti qaro senga qanday ish yo'l tutdi? Shunday aka bo'lib turib. Meni mikrofonimni yopib qo'ydilar-da. Bo'ya jonim deb yotgandingiz-ku, deb turib bitta qiz yozdi. Keyin voy, adashib ketdim dedilar-da. Uzvordim. Keyin yana tortdilar. Men sizga nima qildim dedilar. Menga xiyonat qildingiz dedim. Xafa bo'ldim. Men tushdim. Sizlar battle o'ynaginglar. İyi oldu. Jikayaga ham xiyonat qildingiz ana. Jikayaga. Voy, meni aralashtirma bunaqa siyosatlaringga. Jim. Qurtingni shim. O'ynagisi kelmayapti, bular uxlab o'tiribdi. Nimaga o'ynaymiz dedi, bilmayman lekin. Salmay turib. Azartli battle o'ynaylik. Sardor aka, Iso aka uyg'oninglar, akalar iltimos. O'ynaylik. Po'qiyul. Men bitta savolda birinchi raundda mana qilib tashlash kerakmi? To'xtangchi, shoshilmang qani. Sizlar shartlar ko'raylik. Agar raz o'ynaginglar kelmayotgan bo'lsa, xo'p, aytinglar, o'ynagimiz kelmayapti. Birga ham o'tirib ko'ramiz ajiga. Bo'ldi, sizlar mazza qilinglar, yutib olsizlar. Nima Qo'linglardagi yutib oldi. Biz ham mazza bu battle qanaqa bo'lishi odamga emas, mazza sizlarga qildiringlar. bog'liq. Qanaqa? Nima sizga biz mazza qildirib hammomdamizmi? Voy, azartli bo'lsa, ozgina davay balkon deb turmasanglar, bo'lmaydi-da. Battle bo'lmaydi. Xo'p, davay ekan, balkon davay. Bo'shaninglar deng, bo'shaninglar deng. Ha. Moskva 300 rubl O'zbekiston 50 so'm. Faqat karta deb yozinglar. Lishni gap yozsanglar bloksizlar. Davay. Nima deydi? O'zi aytganini aytyapman. O'zim ishlarni to'kirib qo'ydim shekilli-da, Zinar. Shunday deb o'ylayapman. Sen o'zi bir yaxshi aytdim, birga bir bor o'ynaver dedim, ha, g'aladona. Bu bormidi meni tortib. Birga bir o'ynaylar, hay, men ham chiqaman. Zayba, battle davom etyapti. Qo'y, bor, o'zlaring.